Tug'ilgan kuningizni to'g'ri topishim uchun siz bor yo'g'i 5 tagina amalni bajarishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bajaradigan ish siz tug'ilgan kuningizni 2 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizning tug'ilgan kuningiz 5-da, demak 5 ni 2 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Ko'paytirdingizmi? Demak, ikkinchi qilinadigan ish mana shu ko'paytirgan soningizga 5 ni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Qo'shgan bo'lsangiz, demak bizda uchinchi qilinadigan ish oxirgi chiqqan sonni 50 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Hosil bo'lgan ko'paytmaga tug'ilgan oyingizni sonini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yanvarda tug'ilgan bo'lsangiz 1 ni, fevralda tug'ilgan bo'lsangiz 2 ni yoki bo'lmasam dekabrda tug'ilgan bo'lsangiz 12 ni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Demak, qo'shgan bo'lsangiz bizda oxirgi qilinadigan ish mana shu oxirgi chiqqan sondan 250 ni ayirib tashlashingiz kerak bo'ladi. Agarda siz hammasini to'g'ri bajargan bo'lsangiz, sizda 3 xonalik son hosil bo'ldi. Birinchidagi son bu sizning tug'ilgan kuningiz. Ikkinchidagi son sizning tug'ilgan oyingizning raqami. Agarda to'g'ri topgan bo'lsam, boshida kelishganimizdek videorolikka like bosib qo'yishni unutmang. Agarda topolmagan bo'lsam, videorolikni yana bir marta ko'rib, mana shu amallarni boshqasidan bajarib ko'ring. Sizda albatta tug'ilgan kuningiz to'g'ri chiqishi kerak.